Assalomu alaykum qadrli aka-ukalar, yaxshimisizlar? Mah. Mah. Hamma yaxshimi aka-ukalar? Charchamayapsizlarmi? Mah. Aka-ukalar, kaptarlardan yana sotiladiganlari bor. 5-4 kun oldin uchirdik. Kunda uchiraman o'zi-yu. 5-4 kun oldin 5-4tasi tushmadi, ashlardi, ko'pi modasi tushmadi. Narlardan bor sotiladigan. Qilib beramiz. Keyin o'tgan safarga mana ikkita yangi aytdim, yangi olib kelganman deb. Modasi zo'r uchar ekan, nari mana ko'ki valer ekan kaptar. Tom tugul, qo'ndaq tugul, tomni ham tanimas ekan, yerdan uchib yerga tushyapti. Necha tarbiya qilish kerak ekan, men o'zim tarbiya qilib boraman. Lekin mana moda zo'r ekan, uchar ekan. Mana ko'k mana. Keyin yoshlaridan bor, o kataydi ichida yana. Tedidan bor. Hali bir juft olib kelgan joyimni olib kelganman, yana bir 8 ta 10 ta olib kelganman. Ishlardan qilib beraman, zarillari bo'lsa. Tashqarida qolgan kaptarim shu qoldi, bir 8 ta tushmadi. 2-3 kun oralatib haydab turdim. Xullas, talofat yetib qoldi yana. Kuyinmaymiz. Yana yig'ib olaveraman zaril bo'lsa. Hayda o'rganimga tobga kirib qoldi kaptarlar. Deyarli osmonga yopishib qolyapti haydasam. Ikkita narda unaqa tiqib bordim, keyin o'zi yakka chiqib olib yana haydayotgan narlar bor edi. Uchirmay qo'ydim, keyin 2 kundan beri tiqib qo'ydim bu yoqqa. Chiqarganim yo'q hatto. Seping o'g'lim. Bitta ham bor o'g'lim. Videoda o'tkazmay ko'ringlar aka-ukalar. Kaptarlar aynib og'riyotgan bo'lsa, unga ham dori topib beramiz. Chumaga qarshi dori ham bor. Yaxshi effekt beradi, sirazi effekt beradi. Kaptarlarni ko'ryapsizlar, sog'lom yuribdi. Xuddi mashq holatga olib kelib qo'yadi kaptarni. Bir haftalik lecheniyada 2-3 kunda yaxshi sirazi ta'sir qiladi. Bir haftalik lecheniya o'zi 2-3 kunda sirazi ta'sir qiladi. Qunishib qurib qolayotgan kaptarni sirazi o'g'naydi. Ishtahalarini ochib, don yeydigan qilib qo'yadi kaptarni. Seping o'g'lim. Dadil sepavering. Telefon nomer 91 673 33 63. Adres Marg'ilonda. Video so'rayotganlarga chiqaryapmiz ko'proq. Bir haftada bir marta bo'lsa ham video qo'yib turing deyishyapti. Podpischiklar. Mah. O'zimni mazam bo'lmay, mana shu o'g'lim qarayaptilar mana. O'g'ilcha ham ishqiboz. Hozir o'tirib don beravering siz o'g'lim, mana uni deyiladi, ko'rsatib qo'ying. Hakka bor mana sotiladigan. Javob o'ynab uchadi hakka. O'g'lim, olib keling ashi doningizni. Xo'p, keyin batdan yana yangi olib kelganlarimdan bitta yulduz chiqdi mana uni nar chiqqan yulduz bo'lib, yakka parvoz olib yurar ekan, qattiq o'ynar ekan kaptar. Buni ham tiqib berganman, jupi yo'qoldi buni ham. O'zimda uchayotgan modaga juplagan edim. Mashinalar ham yomon yurar ekan kaptar. Vashshi chiqib olib tushmas ekan. Xo'p. Yoshlardan sotiladiganlardan mana bittasi bor. Mana shu ikkovi sotiladi bir tovoq mana. Mah.
Toza tedi tagidan chiqqan. Bitta tulovdan keyin bo'ynilari, dumlari qorayib ketadi. Bir tovoqlashi. Mana u bilan mana u narchasi. Mana modaga chiqsa kerak. Endi bilmadim yana. Qiziqqanlar modasi, yaxshi modasi bo'lsa mana u narda olib ushuriylar. Kaptar gap yo'q ekan. Yurar ekan kaptar chiqib olib. Hatta hammasi deyarli tedi bo'lib ketdi o'zi. Rampori tedi qildim. Kattasini olaman desam qimmatli qilyapti to'g'ri. Suv tebada bir jup 800 mingga olganman o'zim. O moda ichkarida mana nari 800 mingga olgan edim. Qimmatli qilyapti to'g'risi. Keyin bunaqa yoshlaridan olib kelyapman. Akalar o'zlaringni ehtiyot qilinglar, aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib, pokovka qilib chiqarib beraman, dastavka qilib, xatga bo'lsa. Tinch bo'linglar, salomat bo'linglar akalar.